Assalomu alaykum hurmatli YouTube obunachilar. Keyingi videoda Urganch tumani Rais Center rayon больницаning yonida 4 qavatli binoning 3-qavatida 3 xonali kvartira chiqqan ekan. Shuni birgalikda ko'rib chiqsak hurmatli obunachilar, domimizni ko'rinishini. Parkovkalari bor, besedkalari bor. Esa 3-etajimizdan qarab kutarlarimiz hurmatli obunachilar. Kvartiramizdan yetib keldigina eshiklari demir eshik ekan. Challar bilan danışib chiqamiz. Eshiklari almashgan, beri prikoshga qo'ysangiz bo'ladi. Maniklar qo'yilmaydi. Hades tarafdan girib keldik. Bir linoleum to'shasak bo'ladi hurmatlar. Bir hojatxona, aristollar qo'yilgan. Bir sanuzel lampochkasi ko'yibdi ekan hurmatli obunachilar. Bir kuxneni 6 metrlik verandadan chiqarganlar. Hurmatli obunachilar, 6 metrlik verandasi bor. 3-qavatda Ray Center'da hurmatli obunachilar. Bir zal. Zalning razmeriga keladigan bo'lsak 560 310. Отдельный отопленияsiga ham ega hurmatli obunachilar. Отопленияsi bor. Просто birozgina qarash kerak, qarab bersak oydin joy hurmatli obunachilar. Oynalari aqua almashgan. Beram zal razmeri shu 560 310. Bu yerda bir spalnisi bor. Spalnining razmeriga keladigan bo'lsak 4 metr, 3,5 metr. Больницani oldinda hurmatli obunachilar, Ray Center'da. Lokatsiyani yana bir bor eslataman. Ray Center rayon больницаning yonida 4 qavatli binoning 3-qavatida 3 xonali kvartira chiqqan ekan. Bu kvartiramizni ikkilamchi kredit asosida sotib olsangizlar ham bo'ladi, kredit etib. Hurmatli obunachilar, narxini ekranda yozib qoldiraman. Keyingi roliklarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.